Toshkentdan mana yukimiz keldi. Bugun ertalab oldik. Bu nima deb qiziqayotganlarga, bu Damas'ga zina ayoq qo'yib chiqayotgan. 3 ta ayoqchalik bo'ladi. Buni hozir bitta ochib ko'rsattirib o'tamiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana Damas zinamiz. Buni o'ng chapi bo'ladi. 3 ta ayoqchalik bo'ladi. Bu 5 ta komplektni usta akalarga beryapmiz. Buni уже egalari bor. Nasib bo'lsa buni berib yuboramiz. Bir komplektga уже hozir kelib tushgandan klientimiz keldi. Buni o'rnattirib beramiz. Anchadan beri kutib qolgan edilar. Qachon olib kelasiz deb. Mana hozir olib kelib oldik. Nasib bo'lsa o'rnattirib beramiz. Bu yerda mana ko'rishlaringiz mumkin. Ayoqchalari. Mana boltlari hammasi ichida. Mana 3 ta ayoqchasi, bolt, gayka, shayba hammasi ichida. Olinadi, o'rnatiladi. Boshqalarimiz birinchisini knopka qilib berib yuboryapti ularga.